Men Azbek Tolibovich, Dr. Avis klinikasining shifokori bo'laman. Kirib kelayotgan Ramazon ayyomi muborak bo'lsin. Ushbu munosabat bilan Ramazon oyida tashrif buyuruvchi bemorlarimiz uchun manfaatli taklif bermoqchimiz. Ramazon oyida ko'plab bemorlarimiz charchoq va bosh og'rig'ini his qiladilar. Bunday holatlarda igla terapiya yaxshi yordam beradi. Ramazon oyida organizm odatdagidan boshqacha rejimda ishlaydi. Ovqatlanish va uyqu rejimi o'zgaradi va suyuqlik kamroq ichiladi. Shu sababli ko'pchilikda tez charchash, holsizlik va bosh og'rig'i kuzatiladi. Igla terapiya bunday holatlarda yaxshi yordam beradi. Aynan Ramazon oyida sizlar uchun ajoyib taklifimiz bor. 1.700.000 so'mlik qo'shimcha ozdiruvchi muolajamizni sizlar uchun sovg'a sifatida taqdim etamiz. Faqatgina yotib davolanayotgan bemorlarimiz uchun. Bizda iftorli va saharli uchun issiq va sog'lom taomlar beriladi va buning uchun barcha sharoitlarimiz mavjud. Igna terapiya va fizioterapiya ro'zani buzmaydi. Barcha muolajalarimiz xavfsiz va doktorlarimiz nazoratida amalga oshiriladi. Joylar soni esa cheklangan. Batafsil ma'lumotlar olishingiz uchun ushbu raqamlarga bog'laning.